Shahriyor biz bilan shartnoma tuzdi, bizni o'qidi, o'rgandi, bizni kasbimizni va ertaga bizni hamkorlarimiz, qurilish kompaniyalarining sotiladigan uylarini bir qancha inventarlarini, bitta qurilish kompaniya emas, 10 ga yaqin qurilish kompaniya sotiladigan uylarini biz ro'yxatini berdik, sotiladigan uylar ro'yxatini berdik. Bu bir. Shahriyorga tayyor sotiladigan qo'lda endi tovar bor. Ikkinchi, bizning marketing bo'limimiz reklamalar bilan shug'ullanib, uy olaman degan, Andijon viloyat bo'yicha uy olaman degan mijozlarni ro'yxatini shakllantirib, ismi, telefon raqami, qanaqa byudjet, примерно shunga o'xshagan ma'lumotlarni, bazaviy ma'lumotlarni olib, Shahriyorga berdik mijozlar ro'yxatini. Kuniga 5 ta mijozlar ro'yxatini misol tariqasida beradigan bo'lsak, endi Shahriyorda sotiladigan tovar bor, ya'ni uylar bor va ular qo'liga berdik. Biz mijozlar sotib olaman degan, uy olishga qiziqish bildirgan mijozlar ro'yxati bor. Kuniga 5 ta mijozlar ro'yxatini beradigan bo'lsak, u hammasi uy olmaydi. Ular bilan biz ishlashimiz kerak. Ularning sharoitlarini o'rganamiz, imkoniyatlarini o'rganamiz, talablarini o'rganamiz, misol to'lov qilish qobiliyatlarini o'rganamiz. Turli xil tomondan biz mijozlar bilan ishlaymiz, ularning ehtiyojlari, e'tirozlari bilan ishlaydi Shahriyor va o'sha ehtiyojlarni o'rganib turib, uni byudjetidan, sharoitidan kelib chiqib, endi qo'lidagi biz bergan inventarlar deymiz-ku, buni Dubayda stok deydi. Ya'ni qo'ldagi sotiladigan bir qancha minglab uylarning orasidan aynan mana shu mijozga to'g'ri keladigan uyni kamida 2 ta 3 ta variantini saralab chiqadi-da, keyin mijozga telefon qiladi. Aka yoki opa, men sizni sharoitingizdan, imkoniyatingizdan kelib chiqib 2 ta 3 ta uylarni variantlarini saralab chiqdim. Agar xohlasangiz, men shularni men sizga ko'rsataman, obyektlarga kelib bo'lsa olib boraman deyiladi. Agar Shahriyor o'zining mashinasi bor, agar Shahriyor o'xshagan agentlarning mashinasi bo'lmasa, bizning kompaniyamizning mashinasidan foydalanadi. Biz buning uchun alohida mashinalardan ham yordam qilamiz. Endi mijoz keldi biz ofisimizga, agent bilan birga mijoz qurilish kompaniyalarini qurilayotgan uylari, lokatsiyalari yoki showroomlarini ko'rish uchun aylanishadi. Bitta proyekt ko'radi, 2 ta proyekt ko'radi, 3 ta proyekt ko'radi. Proyektlardan biri ma'qul keladigan bo'lsa, mijoz xarid qiladi, shartnomaga qo'l qo'yadi va birinchi to'lovni, boshlang'ich to'lov bo'lishi mumkin, to'lovni amalga oshiradi. Bo'ldi. Asosan agentimiz asosiy ishi mana shu yerda tugadi. Juda ham oddiy, juda ham sodda. Endi mana shu qilgan ishi uchun endi qurilish kompaniya bizga uyda narxidan 2% komissiya beradi bizning xizmatimiz uchun. Biz o'zimiz mijoz jalb qilganimiz uchun, biz o'zimiz sotuvlarni amalga oshirishga yordam berganimiz uchun. Aytaylik, uyda narxi $30,000 bo'ladigan bo'lsa, eng ko'p sotiladigan uylar narxi примерно $30,000 atrofida bo'ladi. 15-20 ming bo'lishi mumkin, 50 ming, 60 ming bo'lishi mumkin. Lekin sredniy chekda biz 30 ming atrofida deb chiqarganmiz. $30,000 ga uy sotdi Shahriyor. Endi qurilish kompaniya 2% komissiyani endi bizning hisob raqamimizga tashlab beradi. Bu $30,000 2% bu $600 bo'ladi. $600 bizning hisob raqamimizga kelib tushdi. Endi mana shu pulni 50% kompaniyaga, 50% agentga ketadi, Shahriyorga ketadi. Ya'ni nimaga qurilish kompaniyaga, bizning brokerlik kompaniyaga ketyapti? Chunki bizning brokerlik kompaniya Shahriyorni o'qitgan, Shahriyorga mijoz beryapti, tayyor Shahriyorga sotadigan uylarni beryapti. Misol 50% ni kompaniya oladi. Shahriyorga tayyor ofislar qilib bergan sim kartalargacha olib beradi. Tushunasizlar? Endi nima uchun bu yerda Shahriyor 50% ni olyapti komissiyani? Chunki Shahriyor bitta mehnat qilyapti. Mijoz bilan uchrashyapti, mijozga ma'lumot beryapti, obyektlarga olib boryapti. Aynan shuning uchun 50 bu yerda daromad qilinadi. Bitta sotuvdan Shahriyor hozir $300 daromad topdi. Endi kuniga 5 ta lid beradigan bo'lsak, 5 ta mijozlar ro'yxatini beradigan bo'lsak, kuniga o'rtacha. Mayli kuniga sotmasin, 2 kunda bitta uy sotsin. Mana 2 kunda jami berilgan klientlar soni 5 ta, jami 10 ta mijozlar ro'yxati berilgan bo'ladi. 10 tadan 90% uy olmagan taqdirda ham, 10% uy olgan taqdirda ham 10 ta mijozi 10% bu bitta mijoz bo'ladi. Bitta mijoz uy oldi. Shu ko'rinishda oyda yakunigacha 2 kunda bir uy sotgan taqdirda ham oyda yakunigacha Shahriyor umumiy sotgan uylar soni 15 ta bo'ladi. Bunaqa holatda o'rtacha har bitta sotilgan uydan Shahriyor $300 topadigan bo'lsa, 15 ta klientdan topgan daromadi bu $4,500 bo'ladi. Keling endi bu Shahriyor novichok bo'lsin, bu sohada yaxshi tajribasi yo'q, yosh yigit bo'lsin, umuman savdo sotiqda ishtirok etmagan, oldin bu sohada ishlamagan, umuman butunlay savdo sotiq haqida tasavvurga ega bo'lmagan, lekin kelib svejiy holatda bizdan noldan o'rgangan kadr bo'lsa, 15 ta emas, 10 ta sotsin. Bunaqa holatda $300 dan bir oyda 10 ta sotsa, $3,000 daromad qiladi. Keling, yana ham bir realroq olamiz. Realroq emas, yana ham eng negativ raqam olamiz. 10 ta emas, 5 ta sotsin, baraka toping. Bekor yurgandan ko'ra keling, shu hunar o'rgandida bor yo'g'i 5 ta sotdi.
Bir oyda boylig'i 5 sotdi. Bu degani har 10 kunda, допустим, har haftada bittadan degani, misol o'rtacha bitta degani. Bir oyda 5 sotgan taqdirda ham, agar sredniy chek $30,000 uy bo'lgan taqdirda ham, $300 har bitta klientdan daromad qilsa ham, 5 ta mijozdan $1,500 daromad oladi. Endi Andijon uchun, yosh yigit uchun $1,500 viloyatdagi sharoit uchun menimcha bu bekor yurgandan ko'ra bu yaxshigina summa bo'lib chiqadi. Menimcha mana fikringiz sizlar ham qo'shilsanglar kerak.